Toshkentdan to'g'ridan-to'g'ri Qozog'iston yo'nalishi bo'yicha avtobus reyslarimiz qatnovi yo'lga qo'yilgan. Siz bularda Balxash, Karaganda, Astana, Petropolsk shaharlarigacha ham yetib olish imkoniyatlari mavjud. Hozir bizda ayni damda posadka jarayonlari boshlangan, yaqinroqdan kuzatishingiz mumkin. Har bitta yo'lovchimizning biletlari skanerdan o'tkaziladi, so'ngra esa bemalol avtobusga chiqib joylashib olishlari mumkin. Har bitta yo'lovchimizga esa 50 hamda 60 kilogrammgacha yuklarini o'zlari bilan birga olib ketish imkoniyatlari mavjud. Hozir posadka jarayonlarida yuklarini joylashtirib, bemalol keyin avtobusga chiqishadi.